Qiyin qistab. Kommunizmning haqiqiy aqdi basharasini ichib beradigan Urumchidagi 21 yillik turma hayoti. Bu asarda kommunizm iskanjisining qurboniga aylangan Uyg'ur yoshining, shundaqla uning musulmon oilasining kechirmishlari aynan so'zlangan. Kommunizm niqobi ostida millat yoshlarining yangi ma'naviyat va madaniyat havosi bilan dinsizlik g'oyalarining singdirilishi, xalqning o'zligidan milliy va diniy e'tiqodidan ayirish jarayonlarini yorqin holatda ifodalab yozilgan bu kitob o'qirmanlarning yoqtirishiga erishishi tabiiy. Asarda bir oila a'zolari beshidan o'tkazgan tuhmat va qiyin qistoklar misolida Xitoy kommunistlarining Uyg'ur millatiga elib borgan azob uqubatlari, dard alamlari tafsiliy bayon qilingan. Qiyin qistok 13-qism. Uni har bir ko'rganimda buningdek butun vujudim titrab, qalbim og'riydigan bo'lsa Ahmadning qiynoqlarini eslab qolar edim. 21 yildan buyon tortib kelayotgan qiyin qistoqlarimning o'z akam tarafidan kelgani uchun uni bu yerlarda ko'rib turishga chiday olmayotgan edim. Ey Allohim, meni turg'un yo'q boshqa o'rinda qo'ygin deb Allohga doim duo qilardim. Har qatim uning bilan uchrashib qolganda turg'unning ko'zlaridagi narsa meni azoblab butunlay nobud qilmoqda edi. Acaba mening ko'zlarimdan uningga ko'ringan narsami uni bearam qilayotganmidi? Men azoblangandek uni azoblanayotganmidi? Men o'zimga o'zim nimalarni deyapman? O'z dadisini o'ldirgan odamda bundoq yurak nima qilsin? Bir necha kun o'tgandan keyin bir kuni kechda xubdan namozini kamerda o'qiyotgan edik. Mahbuslarning jiddiylashgan ovozda pishchirligini sezdim. Shu arada birisining turma boshqa keldi. Tezroq sapga tezalanglar deganini angladim. Ammo men namozimni buzmasdan davomlashtiraverdim. Chunki turg'unning kelganini sezgan edim. Hatto u oldimga keldi. Ondan boshqa mahbuslarga demak, oranglarda namoz o'qiydiganlar bor. Yaxshi. Hech kimning namoz o'qishiga o'rlashmaymiz. Davom etaveringlar deb qo'yib chiqib ketdi. Gap qilgandagi uning ovoz ohangini tahlil qildim. Pushaymon qilgan odam kabi quloqqa yaqinlik ohang yoki mehr tuyg'usi yo'q edi. Bu turmada kunlar shu tariqada bir mezgil o'tdi. Har kuni uni ko'rish meni bakli bearam qilayotgan edi. Hatto meni chidab bo'lolmas qiynoq chermib olgan bo'lib, bu Ahmadning qiynoqlaridan eshib ketgan edi. Ey Allohim, meni bu yerlardan elib ketgin. Turg'unni ko'rishga ko'zim yo'q. Chunki turg'unni haqiqiy fashizmga tava kommunist zolim soqchisi sifatida ko'rishga toqatim yetmadi. Deb doim Allohga duo qilardim. Turmaning rahbariga xat yozmoqchi bo'ldim. Soqchidan qog'oz va qalam so'rgan edim, akilib berdi. Xat yozaman deb qog'oz bilan qalamni qo'limga oldim. Ammo yozish uchun qallamga biror harf kelmay, mingim to'xtab qoldi. Tekrar urinib ko'rdim. Yanala biror harf yodimda qolmabdi. 21 yildan beri biror harf ko'rmagan, biror so'z yozmagan edim. Ya Allah, yozishni unutib qoldim. Bundan bakla afsuslandim va bir chetda berib o'ylanib o'tirdim. O'qish va yozishni unutganimni bilib, o'zimni butunlay boshqacha odam deb tasavvur qildim. Hatto bu qayg'uga yig'lashdan o'zimni zo'rg'a tutib turgan edim. Go'yo tug'ishqa yana bir qarindishimni yo'qotib qo'ygandek edim. Bir necha kun o'tgandan keyin Toshkentga ketayotgach, Salimageldun hikoyasining oxirini aytib berishni o'tindim. Keyin nima ishlar bo'ldi? Sizni bir mashinaga salgan edi, Salimagul, dedim. U aytib berishni boshladi. Ular meni mashinaga solib, maxfiy bir o'ringa elib bordi. U yerning qayer ekanligini hech kim bilmaydi ekan. U yerga borgandan keyin kichik bir qorong'u kamerda meni yolg'iz 3 oy so'lab qo'ydi. U qorong'u kamerda 3 oy yolg'iz turdim. Bu jarayonda oilamdan xabarmi kelmadi. Cho'ngliqqa 6-7 qadam keladigan kamerda qo'rqinch bilan yolg'iz yashash va eng cho'ng bo'hton qilinib
vatan xoini degan tamg'uning besilishi hayotimni ostin-ustin qilib o'tgan edi. Bu kamirda purab ketgan tomoq va rangi ko'karib qolgan non berilar edi. Ammo non bekli qattiq bo'lgani uchun yeyolmas edim. U yerdagi 3 oy jarayonida har kuni so'roq qiladi. Sizlarni kim bu yo'lga boshladi? Kim tashviq qilgan degan savollarni har kuni so'rab to'ydirib o'tgan edi. Amaliyotda bizning orqamizda hech kim yo'q. Hatto biz davlat ishlariga aralashmagan edik. Lekin ular mening bergan javobimga ishonmay, to'xtamay egri tayoq tashnam qiynash bilan so'roq qildi. Ularning deyishicha bizni kuch kiritgan bir tashkilot bo'lib, orqamizdagi shu kuchni izlayotgan ekan. 3 oy egri so'roq tugagandan keyin meni boshqa turmaga elib berishdi. U yerning havosi bakla issiq ekan. Ey Allohim, issiqdan odamlar xuddi uruk daraxtdan to'kilgandek to'kilar edi. Üstümüzdeki kiyip algan ko'ynakmi 10 kunda erib chirib ketibdi. Herkes esimden chiqmaydi. Bir kuni turmudoshlar bilan oftobda ishlayotdik. Birdilla atrofni buzilgan go'shtning puriqi qopladi. Ondan biz go'sht puriqi kelayotgan tarafni izladik. Odamning ishongus kelmasimi, amaliyat shu edi. Ba'zilarimizning dumbisining terisi oftobda kuyib purg'an bo'lib, bu puroq shuningdan kelayotgan ekan. Ba'zida o'zim haqida o'ylanib, qandoqmi u qiynoqqa chidigandiman deb ketaman. Qish faslida sovuq nihoyat qattiq bo'ladi. Hatto sovuqdan odamni o'ylantirib qo'yar edi. Bizning ishlayotgan vaqtlarimizda to'satdan soqchilar bizni qamchi bilan urib ketar edi. Gunohimiz osta ishlayotganimiz yoki yenimizdagi odam bilan gaplashganimiz ekan. Emgekning eg'irligida hamma odam o'z holi bilan tursa, nadiga gaplashish u? Bu nijiz Xitoylar bizga shuncha ko'p tadbir olganlariga qaramay, bizdan nihoyat ehtiyot qiladi. Yana bir ishma harakat esimda chiqmaydi. Bir kuni Pamidur etizida hammamiz birlikda Pamidur terayotgan edik. Kimdir birining qattiq vaqirab, "Meni qutqizinglar" deb chaqirganligini angladim. Men ashu tarafga qarab yugurdim. Qarasam Sirojiddin ismli bir yigit bor edi. Shu yigitning putidan daraxtga esib qo'yib, qamchi bilan qattiq urug'lab turgan ekan. Oldida bir ablah Xitoy tamokisini chekkach, yana shundoq jinoyat qilamsan deb tillayotgan edi. U yigitning og'zi burni qon holda bo'lib, nihoyat holsirg'an holda, "Yo'q, endi unda qilmayman" deb javob berar edi. Uning qilgan gunohi Pamidur terib edib, o'zi tergan Pamidurdan bir dona yeb qo'ygan ekan. Bu yerdagi azob uqubatlardan bakli qo'rqib ketgan edim. Nurg'un qiz ayollar chidab bo'lolmay o'lib ketgan edi. Bu tutqun bo'lgan jarayonda oilamga to'liq 3 yilgacha men to'g'risida hech qanday xabar bermabdi. Shuning uchun ota-onam va boshqa qarindosh urug'lar mening o'lik tirikligimni bilolmabdi. 3 yil o'tgandan keyin soqchilar onamni men bor turmaga elib kelishdi. Bechora onam kundi yig'lab ularga yalvorib, "Menga qizimni bir qatim bo'lsa-mu ko'ristinglar. Qaysi gunohi uchun bunday qilasizlar" debdi. Dinsiz Xitoylar yolg'onni suv qilib ishganligi uchun onamga yolg'on hikoyalarni to'qib, "Qizingiz Rossiya josuslari bilan munosabat bog'lagan ekan. Biz buni tekshirib aniqladik. Ammo qizingiz bizga shu josuslarning kimligini aytmayotdi" debdi. Yana, "Agar aytib bersa, darhol qo'yib etamiz. Siz bilmaysiz, qizingiz vatan xoinlari bilan birlashgan" debdi. Bechora onam bu gaplarga yuragi qandoqmi bardoshlik bergandi. Meni ular har xil qiynoqlarga selib, tayoq zarbalaridan holsirsam, atigan soat 9 dan kech soat 6 gacha mavzudingning rasmi oldida tik turg'izib, uningga ehtirom va hurmat keltirsan deyishadi. Agar boshqurish musulmonlarning qo'lida bo'lganda, dinsizlarga bizning ilohimizga hurmat keltirsan deyishmas edi. Chunki islomda majburlab musulmon qilish yo'q. Faqatla butparastlar, dinsizlar qo'llariga hukmronlik tegib qolsa, o'zining ilohiga hurmat keltirishga majburlashadi. 3 yil o'tgandan keyin sudga chaqirishdi. Ey Allohim, bu tahi echilmagan g'uncha hayotimga qandoq imtihon bo'ldi.
1962-yilida G'o'lji va Charchan shahridan 90 mingga yaqin kishilar Qozog'iston orqali chet elga qochib ketgan ekan. Ularning hammasini men qochirgan ekanman. Bu ayblashni anglab hayron qoldim. Texi kichik bir qizchaq edim. Zolimlarning kimligini qat'iy tonimas edim. Ular ozroq insof bilan o'ylashibmi boqmadi. Bu kichkina qiz tursa qandoq qilib 90 ming insonni chet elga qochira oladi? Men bularning hayotim bo'yi unutolmaydigan narsa bo'ldi. Agar mumkin bo'lsa edi, shu menga qilingan bo'htani butun dunyoga, hatto Marsga aytib berar edim. Bu men uchun nihoyat cho'ng ish bo'ldi. Bu qiz 90 ming insonni qochirgan deb bergan qiynoqlar butun jismimni chiritib menayotgan edi. Mening mushuncha azobga qilishimga musulmon erkaklar sababchi edi. Chunki musulmonlar mushriklarni va bu rahimsiz, dinsiz Xitoylarni qat'iy tonimas ekan. Bularni shu azoblar ichida tushunib yetdim. Salimgulning ovozi bo'g'ilib yig'layotgan edi. Siz bilmaysiz Kamil aka. Men tortgan xurluq va azob, u istirab umuman boshqacha edi. Keyin meni Urumchidan 60 kilometr yiroqlikdagi Davanching yeziga surgun qildi. U yer nihoyat cho'ng yoyliq bo'lib, Xitoyliklar bilan birga qozoqlar va bizga o'xshash o'z yurtidan surgun bo'lgan Uyg'urlar yashar ekan. Allohning rahmati bo'lmasa, odam bolasi o'zining diniy qarindishiga dushmanlik qilar ekan. Nurg'un Uyg'ur yoshlari Xitoylarning o'yiniga nihoyat tezla moslashib ketar edi. Men buning misolini Davanchingda ko'rdim. Bir kuni Davanching dehqonchilik maydoniga 3000 mahbus ishlamchini yig'ishdi. Bizni ularning oldiga chiqarib maydonga turg'izib qo'ydi. Biz yangi kelgan 8 mahbus edik. Oramizda mendan boshqa yana bir ayol bor edi. Bizni butun to'plangan kishilarga bular davlatning xoinlari deb tunishtirdi. Shuning bilan odamlar orasidan qo'rqimga g'alida ovozlar anglanishga boshladi. Nima bo'layotganini tushunolmayotgan edim. Men sabning kaynida edim. Oldimdagi mahbuslarni urayotgan ekan. Mahbus ayolning beshiga eski chaynakka o'xshaydigan bir narsani o'rnatib qo'ygan edi. Shu chaynakka o'xshash narsani ayolning beshiga kuydirib qo'yib, urishayotgan ekan. Chaynakka o'xshash narsa ayolning beshiga jepilib qolgan edi. Boshqa mahbuslar qonlar ichida yerda yotar edi. Ko'z oldimdagi bizni urib tillayotgan Uyg'ur musulmonlar bo'lib, ular sen vatan xoinlari deyishib tepishar edi. Men bo'lsam, to'xtanglar. Biz sizlarning diniy qarindishlaringlar. Unda qilmanglar, dinsiz Xitoylar sizlarga yolg'on gap qilyotdi. O'tinaman, ularga aldanmanglar deb vaqirar edim. Lekin ular aldanishgan edi. Soqchilar menga qaradi. Bu qiz 90 ming xoinni chet elga qochirib etgan. Bu bir inqilobchi. Uringlar bu xoinni deyishgan edi. Oradan o'tayotgan ovozlarning barchasi xoin, iflos deb vaqirishib yuzimga tukurar va oyimay mush solar edi. Bu narsani umr bo'yi unutmayman. Bir musulmon inson o'z diniy qarindishiga qandoq azob berishi mumkin? Ba'zilar sen Turkistonimizni nemishqa Rossiyaga sotding deb vaqirishar edi. Ba'zi mahbus qarindoshlar bu zulmning asli sababi kommunizm deydi. Mencha bu to'g'ri emas. Uning asli sababi dinimizni bilmaganimiz va bilganlarimizga amal qilmaganligimiz edi. Salimgul aqlli qiz ekan. Yeshining kichik bo'lishiga qaramay shuncha qiyin qistoqlarga bardoshlik berib, chetig'ini meni bakla ta'sirlantirdi. Bir kuni qish faslidagi qiyinchilik ichida boshdan kechirgan kunlarini aytib berdi. Men bu qishda ko'p narsalarni ko'rdim. Ammo Salimgulning aytqanlariga qaraganda meningki qiyinchilikim emas edi. Bir kuni Salimgul mendan so'radi. Kamil aka, imonsizlik shunchalik rahimsiz bo'lamdi dedi. Men dadamning so'zlarini eslab, uningga javob berdim. Bo'lishi mumkin. Dinsizlik mansab bilan birlashsa inson hech narsadan tap tortmaydigan bo'lib qoladi. Shu yerda yana bir narsani tushunib yetdim. İnson go'yida bir hayvonni sevnar ekan. Chunki biror mushuk yoki itni ko'rsam suyunib ketar edim. Itimizni, eshigimizni sevnar edim. Balki ishonmassiz, hayvon tezikining hidini ham sevgan edim. Uning qandoq tuyg'u ekanligini bilmayman. Lekin bularning hammasini beshimdan o'tdi.
kommunizm degan balo insonga hayvon tezikining hidini ham seg'indirar ekan. Salimgulga oila a'zoyim sifatida qarashga boshladim. Uningga ziyon yetmasligi uchun uningga bildirmasdan har doim uni qo'llab turar edim. Salimgul sababli bir narsani yaxshi tushunib yetgan edim. Ya'ni ayollar men bilgandan ko'ra kuchli ekan. Salimgul chekkan azoblar ilgari menga aytilsa edi. Yo'qay, ayol kishi bunday qiynoqlarga chiday olmaydi der edi. Ammo Salimgul shu narsalarni beshidan o'tkazgan edi. Uning qarashlari aniq va tiniq edi. Irodasiga hayron qolgan edim. Uning beshidan yana nimalar o'tgan edi. Uni bilishga nihoyat qiziqib o'tgan edim. Ammo uning azobi taxat tuguni yo'q. Hali ham azob chekayotgan edi. Bu yerda hammamiz birlikda och qolar edik. Go'yoda hammamizni birlashtirib kaltaklashar edi. Uni qamchi zarbalardan qutqiza olmayotgan edim. Bunday vaqtda uningga qilingan xo'rliq meni o'ldirar edi. Afsuski qo'limdan nima keladi bu yerda? İnsanın ko'z qarjuqsi bo'lgan insonini boshqalar qiynoq qilsa, bu holatni ko'rish qiynoqqa solingan odamdan bakroq odamning jinini og'irtar ekan. Opamning eg'izi yepiq holatda mashinaga chiqarilayotganda, meni qutqazgan o'g'lim degan qarashlari yuragimga sanjilgan o'q kabi hamisha ko'ksimda turar edi. Salimgul bu kamarda hamisha qiynoqqa solingan bo'lib, erlar bilan bir kamarda birga turishga qat'iy ko'nalmayotgan edi. Qandoqmi ko'nsin? U bir qiz tursa, hep nomussiz Xitoy kafirlari. Yazning issiq kunlarida ko'chada ketayotgan ayol kabi yirtiq kiyimlar bilan kiyinib yotar edi. Bechora Salimgul. Bu kommunizmning changaliga tushgan bechora ayollar. U vahshiy qiynashlar ichida yashamoqda edi. Qiyin qistoqning axirligidan kommunizmga qarshi qilgan ishlar uchun pushaymon qilishadi. Biroq hech qanday foydasi yo'q edi. Salimgul buni ko'p tilga elib turar edi. Aqlimga sig'mayotdi Kamil aka. Men qaysi aqlim bilan kommunizmni fashizmdan ustun qo'ygan edim. Shu oldinishimga bag'la ichim siqildi. İnsoniylik g'ururimni parchalab tashlaydi. Deydi. Uni yaxshi ko'rishimning birdan bir sababi u nihoyat ifatlik va umidli qiz edi. Albatta bir kun bu joydan chiqib ketamiz Kamil aka. Shuncha qiynoqlarga bardoshlik bergizgan Alloh bir kun kelib bizni bu yerlardan ham qutqizadi deydi. Afirin sana Salimgul sonim. Qani hamma muslima ayollar sana o'xshagan bo'lsa edi. Men yana uningdan, yana qanday qiynoqlarni ko'rding Salimgul dedim. Sormang Kamil aka. Parazmi qilolmaysiz? dedi. Men birinchi bo'lib nomusga tegdimmi deb so'radim. U qizarib ketdi. Yo'q Kamil aka, yo'q. Butun dunyo zolimlar qo'lga tushgan ayollarning nomusiga tegilishini biladi. Ammo mening nomusimga tegmadi. Lekin beshimdan boshqacha ishlar o'tdi. Anglagan odam ayol kishiga bunday qilinmaydi deyiladigan narsalar edi. Shu kuni birinchi qatim yashashdan umidimni uzdim. كل آلام السجون كل ما فيها يهون كل آلام السجون كل ما فيها يهون في رضاك بغية العليل منية الكليل أن يراك